Kimlardir uchun baribir qiziqda Yevropa. Ana shu Belgiyada, ana shu firmada ishlaymiz. Shundan yuk olib boramiz-da endi. Tarqatamiz furada. Ana shu firmani ichi shamma oddiq mana shu yoqqa mana mashinalarni qo'yib qo'yamiz-da, galavasini o'zini-da. O'zimiz dam olib o'tiramiz mana shu yerga. Telefon o'ynab. Ana shu firmada ishlaymiz, do'stlar. O'ziga yarasha buni ham nimasi bor-da? Gashti bor. Shunaqa gaplar, do'stlar. Mana bu yerda do'stlarimiz ham bor. Shu kompaniyada ishlaydigan. Mana Nurilla, Kurilla deyman-da buni. Hazırlashib ukamiz. Bitta kompaniyada ishlaymiz. Ikkalamiz dam olib o'tiribmiz hozir. Dushanba kundan ishni boshlaymiz. Bu dam olishimiz 45 talik deyiladi endi. Mana ana shu yerda dam olib o'tiramiz ana shu firmada. Mana bu ukamiz faqat shu tozalaydi-da, mana mashina tozalaydi, tozaligiga qaraydi. Shunaqa. Nurilla